Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, ismim Eldor Akramov va 61-darsimizni boshlaymiz. Demak, mavzu cheksiz o'nli davriy kasrlar. Va bu mavzu demak ikki qismga bo'lganmiz. Biz hozir sof davriy kasrni o'rganamiz. Xo'p, sof davriy kasr nima? Birinchi navbatda o'quvchilar, sof davriy kasrdan ham oldin o'zi umuman davriy kasr nima ekanligini tushuntirib o'taman. Bundan oldingi darsimizda aytib o'tdikki, kasrni suratini mahrajiga bo'lganda barcha kasr ham chekli bo'lavermaydi. Ya'ni qaysidir kasrlarda surat mahrajiga bo'linganda cheksiz davom etadi. Va shu cheksiz davom etadigan kasrlar ham sof davriy kasr deydigan kasr bor ekan. Xo'p, bu qanday bo'ladi? Masalan, tasavvur qiling, davriy ravishda takrorlanadigan son verguldan keyin darhol boshlanib ketadi. Masalan, keling 1.46. Shu tarzda cheksiz ketadigan sonni sof davriy kasr deyish mumkin. Nima uchun? Davriy ravishda qaysi son takrorlanyapti? 46 takrorlanyapti va u verguldan keyin darhol boshlanyapti. Ya'ni 1.46 tarzda ketyapti. Yoki 2.12 bu ham sof davriy kasrga kiradi. Nima uchun? Chunki davriy ravishda qaytarilayotgan son 12 verguldan keyin darhol boshlanyapti. Shu uchun ham bu sof davriy kasr deyilar ekan. Xo'p, bu darsimizning nazariy qismi edi o'quvchilar. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Qani ketdik. Xo'p, davom etamiz o'quvchilar. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Demak, mavzu cheksiz davriy o'nli kasrlar. Demak, biz sof davriy kasrni o'rganamiz. Xo'p, bizga quyidagicha kasr berilgan bo'lsin. 41/33. Buni biz o'nli kasrga aylantirish uchun nima qilamiz? 41 ni 33 ga bo'lardik. Va 41 ni 33 ga bo'lsak, bo'lish demak tugamaydi, cheksiz davom etadi. Nima sababdan? Buni demak bo'lmasdan turib ham bilish mumkin edi. Mahrajni tub ko'paytirishga ajratib ko'rganimizda faqat 2 dan iborat bo'lsa chekli bo'lardi. Faqat 5 dan iborat bo'lsa ham chekli bo'lardi. Yoki 2 va 5 lardan iborat bo'lsa ham chekli bo'lardi. Aks holda, ya'ni 2 va 5 dan boshqa son qatnashadigan bo'lsa cheksiz bo'lardi. 3 qatnashadimi, 7 mi? Tub sonlardan demak. Demak, mana ko'rib turibsiz, agar 33 ni demak men tub ko'paytirishga ajratib ko'rsam 3 va 11 dan iborat bo'ladi. Shu sababli ham buni bo'lib ko'rganimda ham cheksiz davom etadi bu. 41 ni 33 ga bo'lsam cheksiz davom etar ekan. Mana bu yerda demak shu narsani bo'lib ko'rsatdik. Umuman sof davriy kasr nima ekanligini ko'rsatib o'tish maqsadida. Xo'p, demak 41 ni 33 ga bo'lyapmiz. 41 ni 33 ga bo'lsak, mana 41 ni ichida 33 dan 1 marta bor. Ayiramiz 33 ni. Natijada necha qoldi hosil qoladi? Demak 41 dan 33 ni ayirsak 8 hosil bo'ladi. Bu qoldiq. Va tepadan tushiray desam, boshqa son qolmagan. Nima qilaman? Bo'lishni davom ettirmoqchi bo'lsam, vergul qo'yaman birdan keyin. Vergul qo'yaman va qoldiqni orqasiga bitta 0 yozaman. Ya'ni 8 ni orqasiga bitta 0 yozaman, natijada 80 hosil bo'ldi. Xo'p, 80 ichida esa 33 dan 2 marta bor. Ikkitasi necha bo'ladi? 66 bo'ladi va natijada mana 14 qoldiq hosil bo'lyapti. Xo'p, yana 0 berib davom ettirib ketaversak bo'ladi. 14 ni orqasiga mana 0 yozdik, natijada 140 hosil bo'ldi. 140 ni ichida esa 4 marta bor 33 dan. 4 kare 33 esa 132 bo'ladi. Natijada xo'sh, 140 dan 132 ni ayiradigan bo'lsak, necha qoldi hosil bo'ladi o'quvchilar? 8 qoldi hosil bo'ldi. Yana 0 beramiz, 80. Natijada ko'rib turibsiz, 80 yana qaytib kelyapti. Yana 80 bo'lyapti. Yana 2 tadan beramiz 66, yana 4 tadan beramiz va hokazo. Shuning uchun ham ko'rib turibsizki, bu cheksiz davom etib ketaveradi. Ya'ni 1 butundan keyin 24, yana 24, yana 24 davom etib ketaveradi. Shu uchun ham mana yozdik 1.24. Biz uni qanday ko'rinishda yozamiz? 1 butun davrda 24 deb yozamiz. Ya'ni davriy ravishda takrorlanayotgan son qavs ichiga olib yoziladi. Ya'ni bizda nima qayta-qayta takrorlanyapti? 24. Demak, o'shani qavs ichiga biz olib yozamiz. Demak, 1 butun
24 bo'lganligi sababli qavs ichida 24 yozib qo'yar ekanmiz. Mana. Demak, yana qaytarib o'taman. Davriy ravishda qaysi raqam yoki qaysi son takrorlanayotgan bo'lsa, shu qavs ichiga olib yozilishi kerak ekan demak. Bizda esa qaysi son takrorlanyapti? 24. Shuning uchun ham bir butun davrda 24 deb yozib qo'ydik. Nima uchun sof davriy kasr deyiladi? Buni sababini ham aytib o'taman. O'sha davriy ravishda takrorlanayotgan son verguldan keyin darhol boshlangan. Ya'ni turib boshlanmagan 24. Buni ham ko'rib o'tamiz. Ba'zilarda boshqa sonlar keladida bir ozdan keyin davr boshlanib ketadi. Takrorlanadigan son bir ozdan keyin boshlanib ketadi. Bundachi necha takrorlanyapti? 24. 24 esa verguldan keyin siraz boshlanyapti. Shu uchun ham sof davriy kasr deyilyapti. Xo'p, bu sof davriy kasr haqida qisqacha tushuncha edi. Endi biz hozir sof davriy kasrni oddiy kasrga aylantirishni ko'rib o'tamiz. Ya'ni qanday aylantiriladi oddiy kasrga, shuni o'rganib o'tamiz qoidasini. Mana bizga 1.666 degan mana kasr berilgan ekan. Xo'p, bu yerda nima takrorlanyapti? Qaysi raqam? Albatta 6 takrorlanyapti va verguldan keyin darhol kelgan u. Shu uchun ham mana 1 butun davrda 6 qilib yozib olindi. Ya'ni takrorlanayotgan son qavs ichiga yozib olindi. Xo'p, buni esa oddiy kasrga aylantirish uchun qarang, qoidasini aytib o'taman. Yaxshilab ahamiyat berib o'tdik. Bir butunni, ya'ni butun qismini butun qismga yozamiz. Bir butunni demak butunga yozdik. Davriy ravishda kelayotgan son, ya'ni qavs ichidagi sonni esa suratga yozamiz. Ya'ni 6 ni mana suratga yozdik. Qavs ichida necha turuvdi? 6 turuvdi. Demak 6 ni suratga yozib oldik. Va maxrajga esa 9 yoziladi. Agar qavs ichida nechta raqam bo'lsa, o'shancha vaqt 9 yozaman. Ya'ni qavs ichida hozir bitta raqam kelyapti. Bitta raqam, demak bitta 9. Agar qavs ichida ikkita raqam kelganda ikkita 9 yozardim. 99 bo'lardi. Faqat va faqat 9 yoziladi. Bu mana bu sonlarga bog'liq emas. Faqat nechta raqamligiga qarab o'shancha marta 9 yozishim kerak. Bitta raqam keldi qavs ichida, demak bitta 9 bo'ladi maxrajda. Va endi buni albatta qisqartirish mumkin. 6 bilan 9 ni qisqartirib yuborish mumkin 3 ga. 3 ga qisqartirib yuborsak 1 butun, tepada 2 qoladi, pastda 3 qolar ekan. 1 butun 2 taqsim 3 hosil bo'ldi mana. Xo'p, navbatdagi misolimiz. 2 butun 31 kelyapti. Ya'ni takror ravishda, demak 31 takrorlanyapti va bu takrorlanayotgan son verguldan keyin darhol boshlanib ketgan. Vergul tugashi bilan boshlangan davr ravishda takrorlanadigan son. Buni ham mana 2 butun davrda 31 deb yozib oldik va yuqoridagi qoidaga ko'ra oddiy kasrga aylantirish uchun 2 butunni butuniga yozib olamiz. Davr ichidagi sonni, ya'ni qavs ichidagi sonni suratga yozamiz 31 ni mana. Va qavs ichida nechta raqam bo'ladigan bo'lsa, shuncha 9 yozamiz. Ya'ni qavs ichida ikkita raqam bor hozir, demak ikkita 9 yozamiz, 99 bo'ladi. Xo'p, shunda 2 butun 31 taqsim 99 hosil bo'ldi. Xo'p, ana endi keyingi misollarga ham o'tamiz o'quvchilar. Xo'p, navbatdagi misolimiz 1 butun 213. Ya'ni bu yerda aniqlab olishimiz kerak. Yaxshilab qaraydigan bo'lsak, takrorlanayotgan son 213 ekanligini bilib olsak bo'ladi. 1 butundan keyin 213 kelyapti, keyin yana 213 kelyapti mana. Ya'ni davriy ravishda takrorlanib 213 kelyapti. Xo'p, va bunda ham takrorlanayotgan son verguldan keyin darhol boshlangan. Demak biz buni 1 butun davrda 213 deb yozib olamiz. Demak 1 butun qismga yoziladi, suratga esa 213 yoziladi. Mana qavs ichidagi son va maxrajga esa 3 ta 9 yozamiz. Nima sababdan? Chunki qavs ichida 3 ta raqam bor. Qavs ichida 3 ta raqam bo'lgani uchun maxrajga 3 ta 9 yozilyapti. Shunda 1 butun 213 taqsim 999 hosil bo'lyapti. Buni qisqartirib yuborish mumkin 3 ga. 1 butun 71 taqsim 333 hosil bo'lar ekan. Va navbatdagi misolimiz 1 butun davrda 24. 1 butunni butun qismga yozamiz. Suratga esa qavs ichidagi sonni 24 ni yozamiz va maxrajga esa 2 ta 9, ya'ni 99 yozamiz. Nima uchun?
Chunki qavs ichida, davrni ichida ikkita raqam kelgandi, shu sababdan ham ikkita to'qqiz yozildi. Va buni ham qisqartirib yuborish mumkin. 3 ga suratni ham mahrajni ham qisqartirib yuborsak 1.8 taqsim 33 hosil bo'lar ekan. Buni albatta noto'g'ri kasrga aylantirib qo'yishingiz mumkin. 41 taqsim 33 hosil bo'ladi va bu sof davriy kasrlarni oddiy kasrga aylantirish edi. Va bu darsimizning oxiri edi o'quvchilar. Birinchi navbatda darsimizni kamida 10 marotaba ko'rishni maslahat beraman. Shunda ham qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, ushbu raqamga Telegram orqali savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Va men barcha savollaringizga javob berishga harakat qilib ko'raman. Siz bilan Buxoro matematika maktabi va Eldor Akramov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha